ikkinchi xo'roz o'ynagan 3 ta harb bo'lsin deganman. Bir 3-4 oy 3 ta harb bo'lmay yurdim. Yana boshladim. Katta pul yutqazib. 3 xona uy berardi Qoraqamishda. Wow, ancha yillar. Men bu gazxona qurish kerak, yana bir narsa qilish, molxona qurmaganman hali. 7 qilagan. Umuman uchastka qilishni o'zi juda ham katta ish ekan. Meni og'zim yomon. Men uni uyimdagilar yaxshi biladi. Men uyda kelinimni so'ymayman xolos. Onam bilan, to'g'risida. Bundan qo'rqib turishadi, qo'rqish kerak-da, erkaklarda. O'zbekistonda bunaqa mashinadan 3 ta va bu qadar eng zo'ri faqat tog'ada. To'g'rimi? Yangi chiqqan mashinalarni bu yorvoradi. Amerikada bir kun ishlamaslik, 4 kun och qolishlik deyilar ekan. Kimdir televizor telefonda nima qilyapsan desa, televizor ko'ryapman desa, unga havas qilishar ekan. Mana qurilishlar boshlanib ketdi. Men ko'chib kelganimdan keyin o'sha uylar boshlanib ketdi, uy qurishlar. Shimoryapti, sigaret cheksa bosilar ekan desam, Galoboy Kupala degan sigaret bo'lardi. O'shandan 2 pachka olib, "Nima bo'lam? Chek." Siz yolg'on aytgansiz. Hozir bu sizni o'ylovingizda, ular balki million dollar ham berishi mumkin. Yo'q, chunki o'zi hatto o'sha yerga yopishtirilgan donni yo'qotisha olmadi-yu. Erkakni nima buzadi? Erkakni, menimcha ayol. Ayolni nima buzadi? Ayolni erkak. Keldimi? Ayni shu vaziyatda xo'roz tovuqni quvganini qarang desam. Yana ko'p yashashni xohlayman. Ba'zi birda yuragim og'rib qolsa qo'rqaman. Qaysidir joyda o'lib qolishdan qo'rqaman desam, kimdir kulib, o'lishdan qo'rqar ekan, kabut o'zi qo'rqmaydi-da. Lekin haliga bari yashagisi kelar ekanda. Tog'a Amerikaga bu xo'rozlardan qaysi birini olib bordingiz endi? Yo'q, xo'rozlardan olib bormadim, lekin masalan Amerikaga ketayotganingizda bitta hashak xo'rozni ham olsangiz, deklaratsiyaga xo'roz bilan ketdi deyiladi-da, u yoqdan yaxshi dakan xo'rozlarni olib kelsangiz bo'ladi. Lekin men u yoqda borib dakan xo'rozlar ko'rmadim. Amerikada, Meksikada urishtiradi bilaman. Amerika tomonlarida ko'rmadim. Endi biz faqat shu yaxshi joylarga bordik, erta xo'roz boqishmasa kerak. Ochig'i Amerikadan aynan sizga taklif bo'lgan kinokompaniyadan boshqa bir ijodkorga taklif bo'lganida, yolg'ondan taklif bo'lganda ham rostdan katta shov-shuv qilgan bo'lardi. Xususan men o'zim shuncha yil mobaynida o'zbek kino olamida yurgan bo'lsam ham sizga bo'lgan taklifni birorta boshqa bitta insonga bo'lganini eshitmadim. Lekin siz bu taklifni shunchaki qabul qildingiz, hattoki bir ortiqcha gap so'z ham qilmadingiz. Amerikaga borib keldingiz, hozir yana qaytadan ketyapsiz. Uni hech kim bilmaydi. Keling shuni batafsilroq gapirib bering. Taklif qanaqa bo'ldi? Qaysi kompaniyadan bo'ldi? U taklifga sizning javobingiz qanday bo'ldi? Qancha nima deydi, pul ishlayapsiz xudo xolasa bundan? Endi bizga o'sha Warner Bros kompaniyasi nima qildi, taklif bilan nima 3 kishiga пригласительный deydi, shu taklifnoma jo'natishgan. Bordik, borsak endi biz o'zimizni chaqirgan degan borganimizcha shunaqa bo'ldi-da. Faqat qalpoqni chaqirgan desak, o'zi 30 ta davlat ekan, shundan 2 tasini olib tashlabdi, Rossiyanikini. 28 ta qolibdi. 28 ta davlatdan qabul qilgan ssenariylar. Endi biz nima qalpoqnikini ko'rdida, sizlar nimaga sketch usulidagi nimani olib kelmadinglar? Bizga aytilgani yo'q unaqa deb. Xatda ko'rsatilmagan. Demak, xat kelgan-a birinchi bo'lib. O'zi qanaqa bo'lar ekan, mana misol uchun men eshitmaganman-da, bizga qanday taklif bilan chiqishadi, qanday sizlarni qidirib topgan, nimaga qarab aynan sizlarni topgan? Bizni o'sha yerda hali yozuvchi aka bor Amerikada, o'sha kitoblar yozib turar ekan. O'sha odam borib turar ekanda, ssenariylar yozib, boshqa o'sha orqali nima qilishgan. Keyin bizga $20,000 ajratishibdi o'sha yeb ichishimizga, nimalarga. U biletdan tashqari. Necha kunga? 11 kun. 11 kun.
Endi 15 kunga yana jo'natishibdi bizga. Endi biz borgandan keyin qarasak 28 ta nimada davlatdan kelgan nimalar ruhiyatim tushib ketdi to'g'risi. Men endi bir o'zimizni faqat chaqirgan deb o'ylagan edim. Qalpoqda ssenariysini nima qilmadida, sketch nimasida olib kelinglar deb. Bitta action variantda kinossenariy ham so'rashgan edi. O'g'limga nima qildim, juda ham chiroyli ssenariy yozib berdi. Endi oxiriga unchalik finali o'xshamagan, lekin voqealar action, endi bu boyovik-ku variant. Juda ham chiroyli chiqqan. Olib bordik, o'shani olib qoldi. Endi uni 1 yil bo'ladimi, 3 oyda deyilgan. Hali endi 1 oydan o'tdi. 3 oyda deyilgan. Javob o'zi 1 yilgacha cho'zilishi mumkin. Ularni bilib bo'lmaydi, deyapti o'sha yozuvchi aka. Endi bilmadim, zo'r bo'lardi, pulli bo'lib qolardik. Avvallari bunaqa video qilishga, bunaqa iltimos qilishga xijolat bo'lardim, uyalardim. Lekin endidan har bitta intervyumizga shunaqa video qilishga majbur bo'lyapman. Avvalo Rahmonali Surov bilan katta intervyumizni ko'rayotganingiz uchun sizlarga kattakon rahmat. Rahmonali Surov bilan bundan 3 yil burun qilgan intervyumizni shu vaqtga qadar 1.674.000 tomoshabin ko'ribdi. Buning uchun barcha ko'rganlarga kattakon rahmat. Lekin ushbu 1.674.000 insondan 1.300.000 ga tasavvur qilyapsizmi? 1.300.000 ga kanalimizni obuna bo'lmasdan tomosha qilibdi. O'sha intervyuga bor yo'g'i 36.000 like yig'ilgan. Bu juda ham kam. Azizlar, ushbu intervyumizni tomosha qilayotganlar, iltimos, intervyumizni ko'ryapsizmi? Albatta like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Aynan ushbu intervyuning izohlarida intervyungizni ko'rdim, kattakon rahmat, kanalingizga obuna bo'ldim deb yozib qoldirsangiz, albatta har bitta yozilgan, hattoki u 100.000 ta izoh bo'lsa ham har biriga javob beraman. Ushbu intervyumiz juda ham ahamiyatli. Ahamiyatini menimcha bilib ulgurdingiz. Dunyoga mashhur bo'lgan Troya, Uzuklar hukmdori, Harry Potter singari yuzlab, balki minglab filmlarni olgan kinostudiya, Amerikadagi kinostudiya aynan qalpoqchilarga taklif bilan chiqqan. To'g'ri, bu hozircha taklif, lekin shu taklifning o'zi ham juda ham katta gap. Shu taklifni o'zi ham yuzlab, minglab, 100 minglab, millionlab like'larga arziydi deb o'ylayman. Xullas, sizga kattakon rahmat. Faol bo'lib, intervyumizga like bosib, izohlarda buni bizga bildirib qolasiz degan umiddaman. Bo'lmasa, men shunaqa so'g'da sizning like'ingizni kutib, kanalimizga obuna bo'lishingizni kutib turaveraman. Albatta hazil. Rahmat kattakon. Endi hozir mana 28 ta davlat deyapsiz. 220 dan ortiq dunyoda davlat bo'ladigan bo'lsa, bu ham juda katta natija va endi 28 taning ichida qanaqadir raqobat bo'ladi, men tushunishim bo'yicha. Shunaqa. Juda ham yaxshi davlatlardan kelgan. Hamma davlat, asosan Yevropadan nima qilingan, Amerikaning o'zidan, Janubiy Amerikadan kelgan. Ishqilib haliga biz topshirdik. O'sha biz nimaga New Yorkda, o'sha Manhattan'da Warner Bros'ning filiali bor ekan. Endi u Warner Bros o'zining kompaniyasiga borishimiz uchun Kaliforniyaga borishimiz kerak. Uzoq, ancha 3 kun, qarochi 3 kunlik yo'lda. O'ta tez yuradi mashinalar. O'shanda ham 3 kun necha mayl dedi-ya? O'ta mayl deyshar ekan, kilometrda. Shunaqa. U yoqqa bora olmadik. Biz o'sha New Yorkda bo'ldik, keyin Washingtonda, keyin Floridada bo'ldik. Shu joy 3 ta katta shtatda bo'ldik. Eng yoqqan joy albatta bizga New York bo'ldi. Endi Washingtonda nima bor? O'sha Oq uy bilan Kongress bor. O'sha yerlarni aylandik. Keyin qarochi olishga qiynaldik biz. Syomka mumkin emas ekanmi u yerda? Syomka mumkin. Oq uylarning oldidan mumkin, faqat uzoqroqdan. O'zining chegarasi bor Oq uyni. U yoqqa hech kim kira olmaydi baribir. Uzoqdan shu orqa fonda Oq uy ko'rinib turdi. Lekin Kongressning ichiga ham kirishingiz mumkin ekan. Juda ham baland bino. Maza qilib dam olib keldik. Endi havosi bilasizmi, mana bitta voqeani aytib beraman. Biz где-то 600 kilometr yurdik. Yomg'ir yog'di, balobata qora mashinadamiz.
kelib to'xtab rasos chiqib ketgan bo'lsa qarasak tangadek bir yo loy yoki ballonni oldilar ham hech narsa yo'qda. 600 kilometr deydi. Da. Havo shunaqangi toza. To o'sha Washingtonga qo'ngan bo'lsak, nimaga Floridaga ketyapmiz. Где-то bir 1000 kilometrdan oshiqroqda. Где-то 500 kilometr hammasi o'rmon. Bironta daraxtni hech kimni kesishga haqqi yo'q ekan. Davlatni qurigan bo'lsa ham, o'zi ekkan bo'lsa. Da. Hech kimni kesishga haqqi yo'q ekan. Shuning uchun ham nima toza havo. Biz ana timsohlarni oldik bo'lmasa ham, agar biz syomishni gruppa bilan borganimizda edi yoki operator bularga o'xshagan operator ukalar bo'lganda edi, ular olishni bilishardi. Bir dunyo kadr Va timsohlarni ichida oldik. O'zi Florida timsohlar makoni ekanda. To'g'ri. Lekin issiq, bizdan ham issiq, dim issiq, haligi nam issiq deydi. Shunaqa. Dubay qish bo'lmas ekan. Endi janub tomonda. Zo'r. Keldimi? Ayni shu vaziyatda xo'roz tovuqni quvganini qarang deb. Uyasizlar. Xudo xolasa ikkinchi marotaba ketasiz Amerikaga hozir. Unda ham hamma xarajatni Warner Brothers to'lab beradi. Ular biz borib aytdik, işte bizni qalpoqchilar kelish kerak. Jamoa. Men ularni oldida qarzim bor, men ularga pul bermayman dedim. Beradigan pulim ham yo'q dedim. Shu YouTube'dan keladi pul. Shu pul o'zimga zo'rg'a yetadi. Yetsa agar yetkizsangiz. Hozir shunaqa bo'lib qoldi-da. Oldin yaxshi edi. To'g'ri. Hozir juda ham kamayib ketgan pul, juda kamayib ketgan. Bu hozir adashmasam bir oyda bir marotaba qalpoq syomkasi bo'lyapti, katta syomkasi. Aslida menimcha u syomkani o'ziga ham yetmasa kerak bu xarajatlar, bu pul anarog'i. Shunaqa syomkaga endi gruba $700 ketadi-da. Ha. Plus. Bu ham 600-700 keladi. Shunaqa atrofda. Shunaqa o'zinikini o'ziga, u yashashingizga yetmaydi. Xudo xolasa, nasib bo'lsa, hali O'zbekistondan birorta kinoijodkorga bo'lmagan taklif sizga bo'ldi mana va shu taklif haqiqatdan mana 28 ta davlatning ichida endi dunyo bo'yicha sizga nasib etadigan bo'lsa, bir necha $100,000 gonorar haqida gap ketyapti, to'g'rimi? Xudo xolasa. Mana bu qiyinchiliklar hammasi ortda qoladi-da. Kino, action o'tib qolsa-yu bir $200,000 nima qilardi, berardi. Kamida endi. Ular endi o'ta boy kompaniya. Shunaqa. Hozir bu sizni o'ylovingizda, ular balki $1,000,000 ham berishi mumkin. Yo'q, chunki o'zi dunyoda kinoprokat, umuman yumor ayniqsa juda qimmat turadi-da va u butun umr sizni mualliflik saqlanib qoladi va butun umr sizga gonorar to'lab yuriladi. Birorta telekanalda yoki hozir streamlanmada bo'lgan o'shalarda bir marta aylansa ham sizga pul qanchadir pul tushib turadi. Xudo xolasa. Bu hamma iqtisodiy qiyinchiliklar, hammasi nasib bo'lsa men shu birinchi shu narsani eshitgan paytimda Xudo xolasa qalpoqchilar nima deydi, pul taraflama ro'shnolikka yetyapti Xudo xolasa degan bir fikr keldi-da, nasib bo'lsa. Iloyim bo'lsin. Zo'r bo'lardi. Bo'lsin. Xo'p, syomkamiz ayni shu momentida bizlar Sohib opaga, anaroq Fotima Nazarovaga sovg'amiz yetib keldi. Keling birga nima qilaylik? Olib pastga tushiramiz, keyinroq beramiz ularga. Olib kiramiz. Bu jarayonni ham tarixga muhrlasak bo'ladi. Fotima Nazarovani hali bundan xabarlari yo'q. Kelishimizda tog'aga aytganmiz. Men ham aytganim yo'q. Va bu ma'lumot uchun O'zbekistonda bunaqa mashinadan 3 ta va bu qadar eng zo'ri faqat tog'ada. To'g'rimi? Yangi chiqqan mashinalarni bu yorvoradi. Da. Faqat oldilarini olmaysiz. Ko'chib turgan eski 2008-yil, lekin motori zo'r 308, og'irligi 2 tonna 800, kemaga o'xshab yuraveradi. Zo'r tortadi. Yaxshi, u tomondan yaxshi, ammo benzinni ham o'piradi. Shunday 95 yillar yigit. Va mashina shu qadar zo'rligidan emblemasini o'g'irlab ketishibdi. Emblemasini uxlatib ketishdi, ahmoqlar. Kim o'g'irlagan bo'lsa ham qaytarib beringlar. Keldimi? Assalomu alaykum. Biz endi bir sovg'a olib kelgandik.
Fatma Nazarovaga, Sofiya opaga, xudo xolisa. Hoppa. Tepasini ham qilish kerakmi shuni? Shu o'rinda Vodna brendi rahbariyatiga, xususan marketing va PR bo'limi boshlig'i Muhammad Rasul akaga kattakon rahmat aytib qolaman. Xudo xolasa. Bu mana 6 oylik sinovdan o'tgan, juda ham zo'r ishlayapti va bu keyingi model, ya'ni ki mana Nofrost. Bu eng xudo xolasa zo'r modeli. Bo'yimizdan ham baland. Baraka toping. Mana tushunchalik. Xolodilnik bilan nima kir mashinam yo'q deyotganida buni ham siz eshitgan bo'lsangiz kerak edi o'sha joyga. Shunaqa, yo'q, o'zi menga ovoz xabar tashladilar. Hali 100% bitmadi, lekin tug'ilgan kunim bo'lganligi uchun ko'chyapmiz xudo xolasa. Endi baribir bir kun bo'lsa ham oldinroq ko'chib kelganlar yaxshi-da. Mana hozir lekin 100% bo'ldi. Ha, xudo xolasa 100% bo'ldi, nasib bo'lsa. Qolgan hamma narsasi bor. Ha, nasib bo'lsa. Zo'r, zo'r. Hali o'zlari bilmaydilar, hali o'zlariga ko'rsatamiz. Uni bunoq olib borish ham biroz qiyinroq. Ko'tarib, ramallab ko'tarib olib boramiz xudo xolasa. Zo'r, biz intervyumizni davom ettiramiz, bu she'r turaversin. Intervyumizni davom ettirsak bo'ladi. Ha, akaga pulni, yo'l pulini berib keyin davom ettiramiz. Nech pul bo'ldi aka? Ha, yo'q ekan. Salomat bo'linglar. Rahmat kattakon. Rahmat aka. Choy ichib keting o'rta. Sog' bo'ling. Xullas, O'zbekistonda 3 ta mashinani bittasini yonida o'tib ketyapmiz. Menga juda ko'rinish yoqadi. Ham keyin ana u savlatli mashina deydimi? Ko'rinishidan ham savlatli mashina. Katta, og'ir mashina, uni razvorat qilishlar ham juda qiyin, uzoqdan nima qiladi. Xullas, bildiradi o'zini borligini. Va yangi mashina olay desam, bu gazxona qurish kerak, yana bir narsa qilish, molxona qurmaganman hali. Yirtish qiyin ekan. Umuman uchastka qilishni o'zi juda ham katta ish ekan. Juda ham, hali. Da, tugamas ekan. Tugamas ekan. Men aka hali masalan basseyn quraman deyapman. U basseynga qancha pul ketadi? Qarang. Ha, Mametga bunday anaqa figurni nima qilib basseyn, keyin Mametga sauna, mana shunaqa qilmoqchi edim. Bitta o'tov qo'yib qo'yaymi, o'tovcha qilib juda zo'r bo'ladi deb niyatlar bor, bilmadim. Xudo yetqizsa o'sha Warner Bros'ga bog'liq bo'lib qo'yadi. Ha, xudo xolasa ular ko'ngildagidek gonorar beradigan bo'lsa, bemalol birato'la bu yerda shaharcha qursak bo'lar kichikroq. Shunaqa. Ha, bu bedalarimiz bu yil 4 marta o'rdik. Keyin ola chiqib qoldi. Ko'chatlar ham katta bo'lyapti, lekin shaftoli nimalar 1 yilda nimaga kirdi? Olmalar, Baxmaldan har xil joydan olib kelganman. Zo'r, zo'r. Biz o'tgan safar kelganimizda mana bu joy yo'q edi. Juda chiroyli bo'libdi. Da. Endi hali men bu tandirlarni, o'choqlarni qanchaga qiladi bilmayman, lekin buni xudo xolasa laklaymiz, ishlov beramiz, boshqa qilamiz. Endi kecha ustuni yopib ketishdi. Pul ham tugadi endi. Bilmadim yo'g'iga nima bo'ladi. Xudo o'zi bir yo'l ko'rsatadi. Bitirib olsam zo'rda, mana shu syomkalar qilib, faqat shu ovqat syomka qilishadi-yu. Ana shunaqalar qilib, mana yonida tapchan bor, Bu ham mana. tapchanni ham nima qilib chekirsak ham bo'ladi, vahshiy. Haqiqatan zo'r bo'libdi tapchan. O'tgan safar kelganimizda bu yo'q edi. Bizdan sal keyinroq qurilgan menimcha. Ha, tapchanni ichkari kiroylar. Patinga bilan kiroylar. Chunki bu yerda ko'rpachalar yo'q, hamma narsa bordi. Rosa o'tirdik bu yerda. Rosa o'tirdik, lekin nima? Olib kirib qo'yishdi ichkariga. Juda zo'r bo'libdi. Bu yoqdan qarang, butun tabiat ko'rinib o'tiradi. Ha, lekin yozda juda ham chiroyli yozda. Mana qurilishlar boshlanib ketdi. Men ko'chib kelganimdan keyin o'sha uylar boshlanib ketdi, uy qurishlar. Oyog'ingiz yarashganda qarang, shuncha odam keldi haqiqatan. Mana biz o'tgan safar kelganda adashmasam mana uylar yo'q edi. Yo'q edi, tezda bitirib tashladi. Uylar yo'q edi. Endi unga ham deyarli 1 yil bo'lib qoldi. 1 yil ichida ham qurish mumkin. Haqiqatan bir Fotima ekan bitib ketdi-yu. Zo'r bo'ldi, zo'r bo'ldi. Shunaqa. Bu endi bilmadim, mana buni nima qiladigan
nima yaponskiy nima bor, Ha, ochiladi. eshikmi? Ana shunaqa akfadan qildiraymi deyapman, pul kelib ketadi unga. Shuni o'zi ham yaxshi-ku, menimcha. Da, yozgi, Baribir, u qishki uy bor. qishki uy bor. Da. Baribir yozni. Buni asl ma'nosi ham shunda-da, to'rt taraf ochiqligida boshqa. Maza qilib yashasa bo'ladi bu yoqda. Xo'p, hozir yana ketyapsiz-ku Amerikaga, xudo xolasa. Bu safar adashmasam butun jamoa bilan ketyapsizlar. Kimlar ketyapti shunda? Aniq bo'lganlari bo'ldimi? Shu Orif Sultonov, Aniq, hozir viza ham chiqdimi bularga? Sherzod Katta Boboyev, keyin Fotima Sohiba, keyin G'iyos, o'shalar ketyapmiz. Shu ketyapmiz, xudo xolos borib yangi yil ko'rsatuvini maqsad olib kelish. Olib kelish. Endi u yoqqa borgandan keyin hozir biz yo'l kiramizga o'sha biletlarni nima qilishibdi. Endi yana 20 ming pul ajratiladi debdi. 20 mingni endi yetkazishga harakat qilamiz. Chunki birinchi safar juda katta sarflab yubordik u yoqdan bu yoqqa. Lekin telefonimni yo'qotganim chatoq bo'ldi. Telefon ishlasa emas, arzon telefon edi. iPhone emas. Lekin ichidagi materiallarim juda ham ko'p ko'rsatuvlar, kallada borini yozib qo'yaverganman, kimlardan eshitganim yozib qo'yganman. U esga kelmaydi endi. To'g'ri. Miya ham ketgan. Shu bir oyda bitta ssenariy yozib, nima qilib zo'rg'a yozdim men buni bor. Hozir shanba kuni efirga ketadi, xudo xolasa. Efirga ketsa yaxshi chiqdi, men ko'rdim o'sha. Shunaqa. Zo'r. Ana u krokodilmi, timsohli kadrni ishlata olmadim dedingiz-ku. Uni bizga bersangiz bo'ladi, shu intervyumiz orasiga qo'yib yuborsak bo'ladi. Bunaqa oldim dedingiz-ku. Ha, bor. Bor, uni tashlab bersangiz bo'ladi. O'g'limda bor edi. Bor. O'sha timsohlarni oldida o'sha Floridada yurgan joyimizda timsohlarni ko'rdik. Juda ham katta timsohlar ham bor, kichkinalari ham bor. U kirish pullik ekan. Bemalol videoga olasiz, libo joyda olasiz videoga. Hech qanaqa qarshilik yo'q. Hatto kongressda oldida mumkin ekan shu. Politsiyalar ham xursand bo'lib qarab turishibdi. Rol o'ynayapmiz, Farmon Cho'loq nimada hammalari kulib qarab turishdi. Politsiya ham sizga bir algindaqa ish qilmasangiz, yo masalan sigaretni ko'rmaysiz-da. Agar siz yo'lda katta trassada ketyapsiz, 150 tezlikda va sigaret tashsangiz, barmog'ingizdan topib oladi. O'shaning uchun mumkin emas. Hamma o'zini joyida chekadi, chekadigan joyda. Shunaqa. Mashina ichida chekadigan bo'lsa, menga masalan men chekmayman, sigaret chekmayman. Nima chekadiganlarni ham ko'rmadim o'sha. Nimalar bilan yurib. Shunaqa toza, hech kim toza. Buniga hech qanaqa nima yo'q. Qorningizni ham olib ketdingizmi Amerikaga? Yo'q, qornim. Chunki qorningiz o'zi ham kamida 4 kiloda. U yoqqa 4 kilo yuk olib ketish o'zi ham taxminan agar $10 dan bo'lsa, bo'ylov bilan do'ppini olib ketdim, kelaydi, shu bo'ldi. Zo'r. Keyin mana Amerika orzusi bor-da bizda o'zbeklar orasida. Juda ham Amerikaga borishni, u yoqda ishlashni yaxshi ko'rishadi. Pul daraxt bo'lsa degan bir fikrlar yuradi. Juda qiyin yo'llardan bo'lsa ham o'tib borganlar haqida eshitganmiz. O'sha timsohli orollardan, Meksikalardan o'tadigan joylarni eshitganmiz. Qay darajada o'zi Amerika orzusi haqiqatan ham reallikka, hayotga yaqin ekan? Bu yerda bilasizmi, erkinlik juda ham, bizda ham zo'r erkinlik. Lekin ularda bilasizmi, hali navbatda turishibdi, masalan, libo do'kondan, boshqadan orasi mashincha odamlarni. Qari ham, o'sha qora tanlikka ham, boshqaga ham please deb shunaqangi muomalasi zo'r, madaniyat kuchli-da. Kelganimdan keyin men ham ozgina madaniyatli bo'lib yurdim, yana o'zimga tushib oldim. Shunaqa odamlari zo'r. Ovqatlari lekin bir tiyinga qimmat, rostdan ham o'zimizda ovqatlarga yetmaydi. Liboy dunyoning ovqatlari yetmaydi o'zi aslida. Bitta shu nimami, spagettimi, Italiyaniki, nimaniki, Yevropanikida pashti hammasi. Da, lekin o'sha haligi gamburger, cheeseburger yana o'shaqa boshqa ovqat nimasi yo'q. Endi restoranlari bordir, biz yoqqa kirmadik. Keyin o'sha nimada Manhattanda, Nyu-Yorkda o'zbeklarning, samarqandliklarning osh nimasi bor ekan, osh qilishar ekan.
O'sha oshini menga nimasi yoqdi, sirkasi bilan berar ekan. Mazza, sirka bizda ham menga bor. sahrim borligi uchun nima qildi, juda ham yoqdi va osh ham juda ham chiroyli bo'lgan. Samarqand tomonlarning o'zida ham oshni yaxshi qilishadi. Go'sht yaxshi emas dedingiz. Ha, go'sht mazasi yo'q-da. Ovqatni mazasi yo'qligini sabab go'shtni mazasi yo'q-da. Masalan, bizda kichkina mashinchagina go'sht olsangiz, mazasi chiqadi ovqatga. U yerda maza yo'q, go'shtni mazasi yo'q. Bo'lmasam o'sha halol go'shtlar bor ekan, o'sha yerdan olib keldik, osh qildik. Muxtar aka osh qildi, oshni yorvorardi, erta bir yorolmadi. Yo'q, chunki nimada qilib, kastrolda qilib. Ya kastrolda hech qanaqa kastrol emas, как положено qozonida. Qozonda, ну tefal qozon. Как положено qozon, tagi tep qozon u desam, qozonni tagi tep-tekis bo'lmaydi deydi. Nimaga bo'lmaydi? Bo'ladi. Shunaqa. U eplolmasa shunaqa deb oladi. Keyin pul ham rostdan ko'p ketar ekan, hozir mana 15 kunga 20 ming dollar ketdimi shunday? Da, ketdi. Haqiqatan Endi xarajat katta ekan. Nyu-Yorklarda gostinitsalar $280 ekanda. Ha. Shunga nima deydi, ketib qoladi baribir. Yo'l kira, boshqa masalan Washingtondan nimagacha $50 ga bora olmaysiz. Qimmat. Yo'l kiralar qimmat. Ba'zi bir narsa masalan kiyimlar $7 ga krossovka olasiz. Zo'rini $10 ga bormaydi. Men nima deydi, uyga ja unaqa ko'p nima olib kelmagan bo'lsam ham, eng katta, eng qimmat chiroyli kiyimni $22 ga oldim. Arzon, kojunli nimalar yumshoqda, juda ham ishlov berilganlari $30. Bu arzon-da. Albatta arzon. Bizga nima qilganda hozir bizda ham bundoq kurtka o'sha 500-600 ming so'mdan kelyapti-da. Shunaqa. Ham keyin o'zimman juda rivojlangan davlatlarda chegirma rostdan bo'ladi-da. Misol uchun bizda o'zini narxidan unaqa katta farq qilmagan holatda tushirib qo'yadi, yoki chegirma deydida gacha deb qo'yadi. Borasiz, o'zingiz ko'nglingizdagi narsa chegirmaga tushmagan bo'ladi, bundoq narsalar tushgan bo'ladi. Lekin o'sha chegirmadagi narsalar menga rosa yoqdi. To'g'ri, hammasi ham emas. Ichida zo'rlari ham bor-da. Zo'r nimalar bor. Men uni kiymadim. Bitta nima olib berish Amerikada, keyin Washingtonda, Samarqandda qaysi rayondan bilmayman, Jonboymi yo Ashton yigitlar bor ekan, u yerda o'sha nima kimdir nima garajansi bo'lgan kimdir bilmayman. Juda ham mehmondo'st ekan ular. Shunaqangi men Xitoy restoranlariga olib bordi, bittasi bir kuni, ikkinchi kuni yana uyda bittasi mehmon qildi. Buxoroliklar bor ekan, Buxorodan nima qilishdi, mehmondo'st ekan, juda xursand qilishdi. Biz ham kuldirdik qo'limizdan kelgancha. Ular sog'ingan ekan shunaqa nimalarni. Maza qildik. Shularga rahmat aytib qo'ymoqchiman, umringiz uzoq bo'lsin. Shunaqa. Endi hammasini ismini aytsam ular ko'p. Yana Misha degan o'rtog'imizga ko'ngli ochiq ekan, bizni bir 2 martami ko'rsatib qo'ydik yuzini, gaplarini nima chiqqan ekan. O'sha u odam ham ko'ngli ochiq, juda ham yaxshi yigit ekan. Telefon abishat qilgandingiz, eslasangiz, o'shaning uchun o'sha iPhone 16 mi o'shani esingizga solib qo'yganman xolos. Men unaqa zor emasman telefonga. Lekin hozir 17 ham chiqqan mobildagi ma'lumot uchun. Yo'q, shu 16. Payt 16 bor edi, u chiqmagan. Yo'q, bor edi. Biz borganimizda chiqdi. Ochirib-da, tugab qolib turib, odamlar ertasi kuni yana o'sha nimasi boshlanar ekan. Shunaqa ochirib bo'lib ketgan edi. Biz nima bo'ldi desak, iPhone sotilyapti. Biz borgan kuni boshlandi sotish. Birorta daraxtda pul o'sar ekanmi? Yo'q. Yo'q, endi borganlar bilasizmi, masalan, haftasiga $2000 ishlashar ekan, ular bir haftada oylik berar ekan. Libo joyda Amerikada Haftalik oylik. Bir haftada oylik berar ekan. Shu oylikni bilasizmi, masalan, shunda bir oyda 4 ta bo'lsa $8000 topyapti. Ba'zi birgilar $10,000 topadi. Lekin o'shani teng yarmisi shu yeb ichish bilan kvartiraga ketgan taqdirda ham
shu 4000 ga 5000 ga qolyapti. Yarmlari qolar ekan. Ha, bu degani juda ham katta. Amerikada bir kun ishlamaslik, 4 kun och qolishlik deyilar ekan. Kimdir televizor telefonda nima qilyapsan desa, televizor ko'ryapman desa, unga havas qilishar ekan. Tushunyapsizmi? Vaqt U yerda ish, bizda loqaydlik, biz soyuz paytida haligiga o'rganib qo'yganmiz. Tamballikka, ishlamaslikka. Soyuz shunaqa qilib qo'ygan bizni. Hozirgi paytda hamma ishlash kerak. Mana siz ham ishlayapsiz hozir. Pul topmasangiz bo'lmaydi. Keyin davlatni yomonlab o'tirishaveradi. Yo'q, unaqa ishlash kerak. Nimadir qilib o'g'irlik qilmasangiz bo'ldi jinoyat bilan. Harakatda bo'lish kerak. Harakat qilish kerak-da. Amerika shuncha rivojlanib ketgan. Bizda noliyveradi. Harakat qilish kerak, bilmayman nima. O'sha ishlamayotgan, pul topmayotganlar mendan xafa bo'lmasin, lekin biz shunga o'rganib qolganmiz soyuz paytida. Ko'pincha qariyalarimiz aytib qoladi, soyuz payti yaxshi edi desa, soyuz paytda ham kambag'al edim men. O'ta kambag'al edim, aytib berganman qanaqa katta bo'lganimni. Shunaqa. Qancha soyuz paytda qancha odamlar yaxshi edi deydi. Qancha yaxshi bo'ldi? Juda bo'lsa 18-20 yil yaxshi bo'ldi, xolos. Qolgan payt ocharchilik bilan o'tdi soyuz payti. Shuncha payt yaxshi yashadik, xolos. Biz ham o'sha paytda yashadik. To'g'ri. O'sha 70-yildan o'sha 90-yilgacha. O'sha 89-80 yil yashadik, xolos. Shunaqa. O'shanda ham javnaqa shikarli emasdi. Prosta tashqarida, magazin tashqarisida sovunlar bo'lardi, yog'lar chochilib yotardi, hech kim olmasdi, boshqa. Shu xolasda, boshqa nima bor edi? Hozir ham yomon yashamayapti. Boshqa davlatlarga qaraganda Xudoga shukr, yaxshi O'zbekiston. Shukr qilishimiz kerak, bilmadim yana. Harakat qilgan inson Xudo xolasa kam bo'lmayapti. Misol, siz o'zingiz ham bemalol yotib yashashga bahonangiz bor-da, o'zimni olgan, umuman ishlamaslik, ya'ni sahringiz bor, bir qancha kasalliklaringiz bor qo'shimcha. Lekin nima bo'lsa ham tinmasdan harakat qilib, nima elim deb, yurtim deb, farzandlarim, bola chaqam deb harakat qilyapsiz-da, misol. Mana oddiygina shuncha iqtisodiy qiyinchiliklarga qaramasdan ham qurilishlar qilyapsiz. U yoqqa bu yoqqa borib, yugurib, yelib harakatdasiz-da. Shuna harakat qilmasangiz bo'lmaydi. Masalan, bitta ssenariyni yozish 10 kundan kam bo'lmaydi. 10 kundan oldin siz mana bu yerda o'ylab saqlab yurishingiz kerak, yig'ib yurishingiz kerak. Yo telefonga undan keyin bo'ladi. Bir oyda, masalan, bir oyda 2 marta 3 ta ko'rsatuv qilib tashlasa ham bo'ladi. Lekin ular to'fta chiqib qoladi va qalpoqda nimalari yo'qoladi, muxlislari. Shunday. Da, o'sha bir oy ham ko'p aslida. Nima qilish kerak? Ko'rsatuv qilish kerak. 2 oy, 3 oyda bitta ko'rsatuv qilsangiz, undan da chiroyli ko'rsatuvlar chiqadi. Lekin hozir birov baribir uzoqroq muddat bo'lib qolganda, chunki hozir har kunlik narsa berish trendga aylanib qoldi-da. Odamlar o'sha tez narsalarga o'rganib qoldi. Hamma narsa tez bo'lsa deydi. Aslida endi bir oy bunday olganda uzoqroq, biroz kutib qolishadi. Lekin iqtisodiy imkoniyat sabab iqtisod tomonidan ham odamlar tezroq, ko'proq chiqaringlar, deyishadi, oson deb o'ylashadi-da. Biz ko'rsatuvlar 40 minut, 38 minut bo'lib ketadi. Keyin ko'rsatuv efirga bermasdan oldin men albatta ko'rib chiqaman montajdan keyin va tars kesing. Men bu joydan, mana shu minutdan, mana shu sekunddan mana bungacha kesing deyman. Qancha ko'p kessangiz shuncha chiroyli, kompaktni chiqadi-da. Hozirgi zamon talabi ham shu. Hozir oldingi o'sha miniaturalar davrida bitta yo'g'i, shunaqa bo'lar ekan-da deb nima qilishardi. Har haftada chiqardi ular. Masalan, o'sha paytda ham har haftada chiqadigan bo'lsa, o'zingiz o'ylang, bir yilda qancha ko'rsatuv miniatura chiqadi. O'shandan juda bo'lsa 10 tasi qolgan xolos. Shunday. Qolganlari hammasi ketgan. Bizgacha yetib kelgani, zamon ko'tara olgani, qiziqlilik darajasini kontent sifatida saqlab qolgani kam. O'zi dunyoda ham, misol uchun mana Hindistonda ham kuniga bitta yoki 3 tagacha film premyera bo'lar ekan. Ya'ni tayyorlab kelishadi. Agar bir kun hisobiga olganda bittadan 3 tagacha. Tasavvur qiling-da endi. Hindistonda ham ko'p kinokompaniyalar juda ko'p-ku. Endi qarang, dunyo prokatiga chiqsa 5 tasi chiqar ekan. Bu nechta bo'lib ketadi? U deylik, bu yoq bir 1000 ta atrofida kinodan hindlarda dunyoga chiqsa bir 5 ta 6 tasi chiqadi, chiqsa. Ya'ni aytmoqchimanki, o'zi dunyo bo'yicha ham sermahsullik bor-u, lekin o'ta olgani kam-da. Shunaqa.
Shunaqa. Eng asosiysi to'g'ri endi biz borib kelganimizga xursandmiz. Mana ularning nazariga tushganimizdan. Ular YouTube'dan ko'rishibdi. YouTube'da shu prosmotri ko'p nimalarni ko'rishgan va Xudoga shukr prosmotrimiz yetarli hozir ham. Albatta. Shunga o'shanga xursand bo'ldim men. To'g'ri, lekin agar puli ham kelsa undan-da zo'r bo'lardi. Ha, yo'q, Xudo xolasa. Har doim turib ham ketaman ba'zi birda bu uyg'onib ketaman. Qachon kelar ekan, pul keldimikin deb. Pul kelmasa ham hech bo'lmasa rahmat, mamdaqa bo'libdi degan qog'oz kelishini xohlayman. O'tganingiz o'zi. Hozir birinchi navbatda shu o'tishni o'ylayapsiz-da. Endi konkurensiya ham, raqobat ham juda kuchli ekanda. Mana lekin 28 ta davlatda eshitmadim, men o'ylamadim. Men borgandan keyin bildim, keyin ruhiyatim tushib ketdi. Lekin shuni o'zi ham katta gapda. Endi o'zingiz sezyapsizmi, yo'qmi? Misol, men aynan sizni oldingizda o'tirganim uchun endi bu gapga javob berish ham bor-ku, ertaga boshqa kinochilar ham ko'radi. Mobodo adashayotgan bo'lsak, bemalol yozib qoldiring, lekin men shu vaqtgacha birorta o'zbek kino ijodkoriga, kino kompaniyasiga, balkim O'zbek kino milliy agentligiga, hozir endi nom o'zgardi, ularga ham bunaqa taklif bo'lmagan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Aynan Warner Brothers tarafidan. Menimcha, endi agar mobodo xato bo'lsa, bemalol to'g'rilashga rozimiz. Agar bunaqa informatsiya bo'lsa, eshitmasdan qolmasdik. Hamma ham tog'ada kamtar emas chunki. Yo'q, nima qildim? Xotinima borgandan keyin shu narsaga hozir yoshlar, rosa artistlar ham nima bo'lib ketdi, vayn. Qiziqmayman-da. Keyin bitta chiroyli voqea bo'ladi hayotingizda, yo'llarda, boshqada. Shuni olish kerak degan narsa kallamga kelmaydi. Amerikada ham bir ikkita o'sha okeanda cho'milganimizda keyin bir ikkitani qildim, boshqa qilmadim. Bo'lmasa boshqa odam bo'lganda har minutda chiqarib turardi. Shunday bo'lardi. Chunki endi misol uchun o'zi chet elga baribir sayohat ma'nosida ham kam boradi odamlar. Siz o'zingiz ham javnoq ko'p boravermaysiz. Bo'lib, endi bu Amerika, mana Yevropalik odam ham baribir borishni xohlaydigan joy. Biz через Dubay uchdik. Pulimizni ekonom qilaylik deganimiz qilib через Dubay uchdik. Dubayni o'zidan 14 soat uchilargan. 2 etajli samolyotda uchdik. Yaxshi odam kam ekan, ketishda ham kelishda ham bitta odam 3 ta joyda mazza qilib uxlab adyallar berar ekan, yostiqlar berar ekan. Mazza qilib endi zerikar ekansiz 14 soat bitta joyda. To'g'ri, katta samolyot ichi, lekin zerikar ekansiz. Kino ko'raverib ham zerikar ekansiz. 3 mahal ovqat berar ekan. Undan tashqari shirinliklar, xohlagan narsangizni olib kelib berar ekan. Vizada muammo bo'lmadimi? Viza olish jarayoni yo'q. Qanaqa bo'ldi? Bu juda qiyin-ku, Amerika vizasi endi dunyodagi eng qiyin davlat. Biz kirganimizdan keyin nima deydi? Ular baribir san'atni yaxshi ko'radi-da, shunaqangi vaysab tashladik. Biz mana bunaqa nima bilan kelganmiz? Sizlarda ham bo'lsa kerak deb nima qildik? Keyin bo'ldi, sizlarga nima qilib beramiz dedi. Keyingi kirganlarga ham o'sha hech qanaqa nima qilmabdi-da, bo'ldi, kerak emas dedi. Pul yozib berdi mana deb chiqarib yuborishibdi. O'sha bosib berishdi. Buni muammo bo'lmadi, ortiqcha savollar. Yo'q, lekin hammani 90% qaytaryapti. Boshqa ko'p-ku, masalan, boshqa borgan. Oldingi safar ham juma kuni edi, bolalarni olib bordim. Ham shu juma kuni yaqinda nima otinima ko'pini, juda ham ko'pini chiqarib yuboryapti. Chol kampirlarni ham chiqarib yuboryapti. Siz o'tmadingiz. Va siz u yerda nimaga o'tmayman deya olmaysiz. To'g'ri, savol beraman. Shunaqa. Tushunarli, zo'r. Xudo xolasa ilohim kompaniya tasdiqlasin, million dollarlar gonorar bersin va o'sha yoqda shunaqa ijodiy ishlardan boshli chiqmasin ilohim, Xudo xolasa. Rahmat. Xo'p, 25-yil o'zi siz uchun qanaqa o'tdi? Yil tugayapti. Yomon emas. Men nolimayman, Xudoga shukr. Eng asosiy katta ish shu Amerikaga borib kelganimiz bo'ldi. 25-yilda men shu uy qurilishida unaqa katta nima qila olmadim. Endi nima deydi, hammasini pulga taqib bersak ham bo'lmaydi. Oilam tinch, navara tug'ildi. Shu 25-yilda ikkinchi navaram, ikkinchisi ham qiz bo'ldi, o'g'limniki. Keyin yana nima yangilik. Ish qilib shunaqa.
eng asosiysi mana onam ham sog' salomatlar yuribdilar. Yaqinda o'g'limni sog'indim degani Qoraqamishda uyim-ku, men bu yerda yashayman. Olib kelishdi, o'g'lim olib keldi, mazza qilib 3 kun turdilar. Endi qolavering, yo'q, o'sha yerda yaxshi menga dedilar. Bilmayman, bu yerda bo'lmasam toza havo, yana sog'insam kelaveraman dedilar. Bo'pti, qarang, men Qoraqamishga borgim kelmay qolgan. Yaxshi joy, o'ta chiroyli joy, o'zim tanlaganman. O'sha birinchi uy olganimda Qoraqamishdan olganman. Bo'lmasa men kvartirada har xil rayonlarda, Chilonzor, Yunusobod, eng yoqqani Qoraqamish bo'lgan. Lekin o'sha orqani chiqarib nimalarni qilib birinchi etajda nimalarni buzib tashlashgan edi, bir ko'nglim qolib ketdi, shu bilan borgim kelmay qoldi. Shunaqa. Endi u hammaga kelgan to'y Shunaqa bo'ldi. Mana oxirgi 2-3 yilda biroz iqtisodiy qiyinchiliklar bo'ldi-ku endi. Bu endi ijodiy faoliyatingiz bilan ham bog'liq. Baribir siz faqat aktyor emassiz, prodyusersiz, jamoa a'zosi nimasiz, tashkilotchisiz, asoschisiz-da. Va bu borada biroz iqtisodiy muammolar bo'ldi sizda. Avvallardan ham shunaqa bo'lganmi muammolar? O'zi avvaldan ham bo'lgan. Aynan shu qalpoq o'zida. Bo'lgan, juda ham ko'p bo'lgan. Chunki har bir nimada ko'rsatuvda o'zi aslida men muammoyim ssenariy xolos. Ssenariyni yozib olgandan keyin o'sha bitta tog'dan o'tganim bo'ladi. Syomka qilish to'g'ri, u ham katta muammo, katta ish, lekin ssenariy yozishdan oson. 2 kunda bo'laman. Ssenariyni men bir haftalab kerak bo'lsa yozaman. Bunisini juda ham ko'p, bir 20 kunda yozib bo'ldim. Xudoga shukr yomon chiqmadi, lekin zo'r emas. To'g'ri. Umuman iqtisodni o'ylamasdan turib, shu maza qilgan syomkalaringiz ham bo'lganmi? Ha, bo'lgan. Amerikadan Hoji aka $500 jo'natgan edi. Keyin baribir haligi yangi chiqayotganlardan 1-2 so'm olaman-ku. O'shalarni syomkaga nima qildimda $500 hammasini o'sha qalpoqchilarga bo'lib berdim. Xursand ketishdi avvazi bor, birinchi marta pul olyapmiz. Anaqa sponsorlar topilib tursa-ku, o'sha aktyorlarimga ham pul bera olaman. Shunaqa, lekin ular fidoyi. Mana hozir Farmon akamiz konsertda yuribdi. Bugun Xudayga ham kela olmaydi, Qashqadaryoda. Soqqa qilyapti. Bu soqqa qilgani yaxshi. Men qila olmayapman demayman, nolimayman va xursand bo'lamanki, u mendan pul so'ramasin. O'zi aslida men berishim kerak shu pulni. To'g'ri. 1-2 so'm bo'lsa ham berishim kerak. Bera olmayapmanmi? Demak, qachon konsertingiz mana bu kuni syomka desam, men konsertim bor desa, reski o'zgartiraman. Pul qilsin deb. Keyin narginisiga telefon o'sha kuni boshqasiniki nima bo'ladi? Yana o'zgartiraman. Mana shunaqa qilib syomka olinadi. Demak, hammani o'sha kayfiyatiga, vaqtiga qaralar ekanda. Falon kun syomka ketdik degan narsa yo'q ekan. Xo'p, qisqa savollarim bor. Qayerga? Xohlasangiz, mana shuni oynadan qarab qolamiz. Buni qarabman, kimdir kelib turib, qarasam o'zi ekan. Xuddi kimdir borga o'xshaydi-da. Ishonsangiz, uyimda mana shunaqa shkaf degan narsalar yo'q. She'rga. Shu yerga olib keldim. Chiroyli, meniki televizor qo'yaman, katta televizor qo'yaman. Zo'r bo'pti. Bu yog'i vobshe zo'r bo'pti. Gilamlarga qarang, gilamlar ham cho'tka ekan. Biz bu bo'limni bog'dan tog'dan deb ataymiz. Keyinchalik mana hozir Instagram vaqti ham deb aytadik, chunki savollar har xil jabhadan. Televizor yoqqan xo'rozingiz ahvoli, taqdiri nima bo'lgan? U so'yilib ketgan. U bir xonalik uyda turardim. O'sha bir xonalik uyda tayyorlaganman xo'rozni. Bir oy tayyorlaganman. Xotinim yo'qoting deb. Endi xo'roz-ku libojaga bayram qilib tashlayveradi. O'zi bir xona, bittagina gilamimiz bor. Shu bilan risk nima qilardim, artardim, xotinim ko'rmasin deb televizor yoqishga o'rgatardim. Televizorni tez o'rgandi, borib shu Boboxroz deyman, qoq deydi, bu yoqqa keling deyman. Divanning ustiga men o'tirgan joyga chiqish o'sha qiyin bo'ldi. Shunaqa qilib olgan edik, ammo mehnat qilgan edim. Qalpoq u paytda yo'q edi.
To'ppa-to'g'ri. O'shandan U reklama roligiga chiqqan, Ha, ha. yoshlarni Da. reklama roligiga. roligida. Qarang, shu qadar hali ham eslab qolganda odamlar. Lekin birorta joydan biz topa olmadik. Arxivdan. Hozir men o'zimda ham yo'qda, shunaqa narsalarga yo'qmanda men. Saqlab Bu qo'yish. da yig'ib yiqqan edim. Eski ko'rsatuvlarim ham hozir yo'q. Men bitta nimaga joylab, xartga joylagan, u xart kimdir uxlatib ketdimi yoki kimdir olib qaytarib bermadimi? Yo'q, o'sha eski ko'rsatuvlarim yo'q hozir. Yaxshiyam YouTube'da bor ekan, bitta nimada yoshlarni arxividan toptirdim. Nima, men jo'ja ochib chiqaman. Короче, tovuqni parmoq olib ketadi, bosib turganda, keyin men tuxumni bosib ochib chiqaman. Ashini toptirdim. Mana boshiga tarvuz rasmini chizib ketadi parmoqni. Bo'ldi, netkalar. Shuni toptirdim. Uni ham prosmotri yaxshi bo'ldi. Eski bo'lsa ham. O'zingizda ham saqlanib qolmagan ekan, katta-katta ko'rsatuvlar U paytda SP kassetalarga yozardik. To'g'ri. Keyin disk chiqdi. Shunaqa. Zo'r. Endi mana o'sha aynan xo'rozni, televizorni borib yoqish kadri tabiiy holatda olingan va bu juda qiyin narsa. O'zi mana o'zbek kinematografiyasida ham hayvonlar bilan bog'liq bo'lgan filmlar nihoyatda kamda. Hayvonlar nimadir qilishi, bir mana Sarob degan filmda adashmasam kuchuk obrazi bor edi, boshqa nihoyatda kamda. Buni tabiiy amalga oshirish o'zi qiyin. Bu kompyuter grafikasida qilish ham qiyin. U paytlar endi bizda menimcha umuman kompyuter grafikasi degan tushuncha bizda уже bo'lmagan bo'lsa ham kerak. Yo'q. Bizda o'sha paytda SP kassetalar katta. Shunaqa. To'g'ri. Montaj degan narsani hatto o'sha yerga yopishtirilgan donni yo'qotish olmadi-yu. Donga sakraydi. Keyin don televizor pat televizordan uzoqqa qo'yardim, shunaqangi chiroyli sakrab borib olardi. O'sha donni yo'qotish olmadi. Keyin syomочный gruppa keldi, "Tak, mana deb baqirib tashlaganlar, rejissor xo'roz qilmay qo'ydi qilayotgan narsasini. Nima baqirasiz dedim, o'zicha rejissor bo'lib olib, Gollivudda nimasi bo'lib olib dedim. Keyin u xo'roz keyin televizorni oldiga surdim, sakrab qo'ydim. O'sha sakraganni o'ziga odamlar nima qilishdi, молодец deyishdi. Qiyinchilik bo'ladi hamma kasbda ham. Ish qilibmanmi, lekin aktyorlikda sal nimaroq sложный turuklar qiladigan bo'lsangiz, u albatta qiyin. To'ppa-to'g'ri. Endi xo'rozga qildirish, umuman hayvonga qildirish bo'lib ham qiyin. Xo'roz endi tovuqni через montaj qilmasangiz, xo'rozni eplab bo'lmaydi. Ammo xo'rozni o'yinga tushtirish oson. Sirkda bittasi qilgan, uni ham uzoqqa bormadi, xo'roz o'lib qoldi. Shu bitta sunnay chalibmi yo bitta bir xil muzika va tagidan temir kichkina bola tagidan olov yoqib turadi, oyog'i kuyib, bundaqa qilib. Ba'zi birilar umuman oyog'i kuyib, qorayib ketsa ham mashina turadi. Chunki tovuq miyada u. Turaveradi. Ba'zi birilar o'sha tirnog'ini olib tashlaydi-da, shu tirnog'ini bunday qilib oladi-da, nima qilmaydi-da. Shu tirnog'ini olib tashlab, oyog'i tekkandan keyin kuyib, bundaqa qiladi-da, keyin gazlab qo'yib, manejga olib chiqib, keyin shu muzikani qo'ysa, o'rganib qo'ygan-ku, o'sha qiladi. O'yinga tushar ekan deb odamlar hayron qoladi. Lekin u nimani qiynashda, jonivorni qiynash. Keyin o'sha xo'rozlikdan boshqa qobiliyatliroq ham xo'rozlik chiqdimi? Undan boshqa. Yo'q, men unaqa o'zi xo'rozlarning qobiliyatliligi yo'q. O'zim nimadir o'rgatish, nimadir mana shunaqa harakat qilib ko'rdingizmi undan boshqasida ham? Masalan, xo'rozni mana bu yerdan siq tiqsangiz, shashlikni siqini tiqib, shunda yuraveradi xo'roz, o'lmaydi. O miyasi orqada-yu, mana bu yerda-yu. Ayotda o'lardi agar bundan tiqsangiz. Bundan tiqasizda, tojisidan emas, miyasidan. O'lmaydi. Demak, miya shart emas ekan ularga ta'sir. Yo'q. Shu uchun ham balkim kallasini kesib tashlasangiz ham yugurib ketadiganlar bo'lar ekan, bilasizmi? Xuddi shunaqa. Kallasini kessangiz ham turib yugurib ketadi. Reski kallasini olsangiz shunaqa. Qochadi-da. Qochadi. Ba'zi birgilar, nima, ilonlar ham shunaqa o'zi, masalan, o'zini tanasini tishlab oladi. Kallasini uzib tashlang. Nima qilsangiz reski tishlaydi. Vahshiy yesa vahshiy. O'zi bular xo'rozlar dinozavrlardan qolgan nima-da? Shunday avlodlardan. Da, bular masalan oldida mana tovuqni so'ydingiz, so'yib turib, ichini qaynoq bo'lib qarab turadi-da, qonni ko'rib qarab turadi-da, shunday ichagini, jigarini nimani olib bunday tashlang, reski yeb tashlaydi. Lekin itni go'shtini yemaydi. Bular yeb tashlayveradi. Go'shtni juda yaxshi ko'radi. Chunki baytsoviy nima, hashakalar ham xuddi shunaqa.
birinchi olgan umuman mediadan birinchi olgan gonoraringiz necha pul bo'lgan? Mediada umuman ko'rsatuv bo'lsin, sirk bo'lsin, umuman shu kasbingizdan ilk topgan gonorar. Man $100 teng yarmi ham bo'lmagan. Unda ssenariy muallifligiga berardim. O'sha. Nima qilmagan. Katta pul bo'lmagan. Yo'q. Nechinchi yillarda endi bu? 90 2001. Shu san'atdan, shu qalpoqdan deydigan bo'lsak, 2001da oxiri. 2001 oxiri. Arzimagan pul bo'lgan, o'shanga ham xursand bo'lganmiz. Lekin mardikorchilikdan undan ko'p topdim. Shunaqa. Sizningcha sohangizdagi eng professional odam kim? Kulgu, yumor yo'nalishi deylik. Yumor yo'nalishida men Mirzabek Xolmedovga qoyil qolaman. Imенно yumor yo'nalishida u yumor degani masalan u Mirzabek akaga masalan jiddiy rolni beringchi o'yna olmaydimi? Zakkon o'ynab qo'yadi va maromiga yetkazib o'ynab qo'yadi. Chunki aktyor. Lekin masalan yumorchilar shunaqa bo'lsa. Zo'r bo'ladi. Lekin mana bu dramatik rollarni o'ynaydiganlar yumorni o'yna olmaydi. Buni institutdagi o'qituvchilar ham aytadi. Da, lekin yumordagilar hammasi xarakterli aktyorlar. Ular jiddiy rolni ham, hatto tragediyani ham yorvoradi. Masalan, men tragediyani o'yna olmayman. Zakonni o'ynab qo'yaman. Prosta bizda bu qalpoqda o'ynagan bo'lmaydi, deydi-da, rol bermaydi. Mehnatdan qochishadi ko'proq. Ya'ni ishlashdan, mehnatdan, boshqacha tasavvur qilishdan, harakat qilishdan qochishadi. Mana shu tushum o'zi qalpoq emas-ku. Mana shu tushum o'zi nimalardir qilishim mumkin yoki obraz qilishim boshqa obraz, vahshiy. Masalan, meni o'qituvchim rahmatli bo'lib ketgan, biz oxirgi kurs edik, Iza Xanayevna deyilardi. U Moskvada o'qituvchilik, pedagoglikka o'qib kelgan, aktyorlarni o'qitadigan pedagoglikka o'qib kelgan. Shu yerda qolib, institutda o'qib, shu yerda qolib, shunaqa emas. Shuhrat Abbasovlar qaysidir ko'rsatuvda aytdim. Shuhrat Abbasovlar maslahatga kirib keladi. Iza Xanayevna deb kirib kelardi. 1 2 3 4 marta emasda juda ham ko'p kirib kelardi. Mamnunmanda qilsak qanaqadir ruscha gaplashishardi. Bir marta ochki taqib banditda o'ynadimda, qaysidir kursdoshimni etyudida ochki taqolib o'zimcha yomon odam o'ynab unday qilib chiqsam, Rahmon dedi, sen nima uchun ochki taqib qolding dedi. Shunaqa banditman o'lsam, senga kim aytdi banditlar faqat qora ochki galstik taqib, chiroyli soqollarni olib, sochlarini chiroyli qilib yurib turib iflos bo'lishi mumkin mana bu ichi, lekin yuzidan tomoshabin bilmasligi mumkin boshida. Ana uni qotili kimligini. Lekin u ichidan pishgan iflos, uni shunaqa qilib o'ynab berishing kerak. Banditlar ham hammasi badbasharar bo'lavermaydi. Chiroylilari ham ko'p. Shunaqa qilib ber deganda men o'shanda qoyil qolganim bu domlaning nimasiga. Hamma domlar ham o'qituvchilar ham bunaqa nima qila olmaydi. Bor narsadan foydalanmas ekanlar ular, ya'niki hammani tasavvurdagi narsadan ko'ra boshqacharoq tasavvur bera olishsa o'zi ijod qaysidir ma'nosida yo'li yo'nalishi ham shu bo'lsa kerak. Hamma o'ylagan, hamma bilgan narsani yana bir marta ko'rsatish, bildirish kerak inson. Kuchli-da xullas. Bu hayotga kelib erishgan eng katta muvaffaqiyatingiz nimada? Menimcha shu oila tanlashda adashmaganim bo'lsa kerak. Shu yana bir undan da zo'r chiroyli nimadir deyish kerak bo'lsa, o'shani deya olmagan bo'lsam, tomoshabin kechirsin. Endi hamma ham oila quradi-yu. Nimangiz endi yoshligidan katta qilgan ota-onangiz bo'ladi, boshqa ular har doim biz o'zbekchilikda o'sha hamma insonlar ham farzandini voyaga yetkazib qo'yadi. O'sha uchun onamga katta rahmat, umrlari uzoq bo'lsin. Onam hozir ham kam qilmayapman. Boshqa onalarga kim onasiga yaxshi qarasa, o'shalardek qarayapman. Va men onamni hozir ham turib ozcha sal egilib qolibdilar bechara. 84 ga qarab ketyaptilar. Nima mehnat qilishlarini xohlayman. Kesam lapatkalar bilan bir narsa qilib turganlar rosa xohlayman o'shani. Yoki qozon tovoq, idish tovoq yuvayotganlarini xohlayman.
lekin hozir o'tirib o'sha o'zlari hojatga borib kelyaptilar, shunga ham shukur. Lekin eng asosiysi shu uylanib, farzandlar ko'rib, hammasini Xudo xohlaganimdan yuqori beryapti-da. Shu Ramazon paytida og'izni yopmasimdan oldin har kuni mana bu yerga kelaman-da, qiblaga qarab tashqariga chiqaman, bitta suvni olib oxirgi suvni shu ichmasdan oldin rosa duo qilaman. Ko'zingizga yosh kelar ekan, yaxshi addi shu duo qilsangiz. Qilib suvni ichamanda duoda har doim shukur qilaman. Hammasi uchun oshig'i bilan berganing uchun o'zingga shukur deb duo qilaman. Og'iz ochishda, yopishda ham ochishda ham. Shunaqa boshqa payt kamroq qilaman. Bu ham bo'lsa, nima deydi, o'zimni sal nimaligimda. Tushunarli. Umuman bu muvaffaqiyatlarga erishguncha nimalardan kechdingiz, nimalarni yo'qotdingiz? Men o'qishga kirish menga emas edi-da, san'atga kirish. Chunki yolg'iz onam, bitta o'g'ilman. Bitta o'g'il bo'lgansiz. Bitta o'g'il. Singil ham, opa ham yo'q. Singil bor. Singlim endi turmushga chiqib ketdi, Tushundim, ikkinchi kursligimdanmi. Onam yolg'iz qoldi. Keyin singlim bilan kuyovni uyiga nima yashab turaveringlar, men nima qilganimcha dedim. Keyin sal bunaqa darajaga yetmasimdan o'sha qalpoq 1-2 yildan keyin bari men Toshkentda qolaman dedim. Sizlar yashayveringlar. Sizlarga mana shu uy dedim. O'sha tug'ilib o'sgan joyimga. Nima deydi? Yo'qotgan narsam shu onamni tashlab kelganim san'atda shu onam menga pul berib turadi, 100 so'm oyda pul berib turadilar-da bechora. Va men ona u 100 so'm pullari ham hech narsa bo'lmasdi. O'sha paytdan men pul sarflashni yaxshi ko'rardim. Mardga uyalmasdan mardgo'chilikka chiqaverardim. Va 100 so'm miqdori qanaqa bo'lgan? 100 so'm miqdori 5 so'm edi-da go'sht. Qassobda, magazinlarda 3 so'mi qancha edi go'sht, magazin go'shti. Nimalarda 5 so'm edi. O'zingiz o'ylab ko'ring, 100 so'm qanchalik darajada. Yaxshi pul edi 100 so'm. Yaxshi pul ekan. 20 kilo go'sht atrofida. 60 Короче, 65 so'mingiz 100 dollar edi. Ha, zo'r ekan. Zo'r ekan. 200 dollar atrofida pul ekan-da. Hozir ham u pulga yashasa bo'ladi, 200 dollarga. Talaba endi maza qilib yashaydi ekan. Ana bilmadim, talabalar hozirgi xarajatini qanaqaligini bilmayman. Qanaqadir yomon gaplar ko'rib yetmaydi. O'sha yetmaydi, qayerda yetadi? Ya o'zi ayamasdan ishlasangiz, qancha nima qilsangiz ham ishlab Pulga yetmaydi kerak bo'lsa. Agar unaqa ishlatsangiz. Demak, diydor. Da, shunaqa. Yo'qotganingiz diydor. Keyin onam ham menga qarshi bo'lmaganlarda aytganman bir marta. Tishim og'riyapti, sigaret cheksa bosilar ekan desam, Galoboy Kupala degan sigaret bo'lardi. O'shanda 2 pachka olib, "Nima bo'lam? Chek." Siz yolg'on aytgansiz. Voy, ha. Shundan keyin onam ortda bemalol chekavergan. Juda sodda inson bo'lgan ekan. Ha, hozir ham soddalar. Sigaret haqiqatdan bunaqa bahonani birinchi marta eshitdim. Mobo degan ham kashandalar uchun yaxshi bahona bo'lar ekan bu. Endi ota-ona agar soddaroq bo'lsa, bo'lmasa tayyor qilib qolish. Yo'q, onam men uchun hamma narsaga tayyor edi. Shu. Endi bittalik ham eshitganda. Men juda erka bo'lmaganman. Men Qirg'izistonlarga borib, olmoslarni yerida kartoshka kavlab nima qilardim. O'sha paytda ham, maktab paytida ham margochilikka chiqardim-da. Ya o'zi sharoitingiz nihoyatda og'ir bo'lganligi haqida bitta izohda ham yozib qoldirishgan ekan. Siz avvaldan bilgan odam, kimligini bilmayman, nihoyatda sharoiti og'ir edi bular. O'sha uy-joylari ham juda qiyinroq ahvolda edi. Bilmadim, men bu gap rost yolg'on bilmayman. Uy-joyimiz atak kiyinishi bo'yicha men maktabda sinfimiz ichida men zo'r kiyindim. Kostyum shimimni aytdim, o'qituvchilar ko'rib turib, o'qituvchilar kiya olmaydi deb aytar domlalar bor. Va zo'r kiyintirib qo'yardilar. Birinchi bo'lib jinsi olib bergandilar. Buni oldingizda ham aytgandim. Sinfdoshlarning ichida birinchi jinsini men kiyganman. U paytda jinsi yangi chiqqan edi. Orqasiga emblemalar,
qilib olib, yana alohida temirligi ham qilib olib, haligi orqamdagilar ham ko'rsin deb bunday nimani ko'tarib, naring gapim yo'q bo'lmasa ham unga mana. Voy, shunaqa. Zo'r paytlar bo'lganda endi. Xo'p, sohangizning eng nozik joyi nimada? Nozik joyi shu haligi tomoshabinga yoqmaydigan narsa qilib qo'yishda. Men o'zim ham unaqa mukammal yaxshi inson emasman-da. Mani og'zim yomon, men uni uyimdagilar yaxshi biladi. Men uyda kelinimni so'ymayman xolos. Onam bilan, to'g'risida. Bundan qo'rqish kerak-da, erkaklarda. Qo'rqmasangiz bo'lmaydi, qo'rqmasa. Chunki farzandlaringiz o'zidan o'zi nima bo'lib ketadi. Katta bo'lgandan keyin o'zi katta bo'lgan bo'ladi. Boshqa qiladi. Mana farzandingiz necha yosh sizni katta farzandingiz? 5 yosh. Hali kichkinada. U katta xudo xolasi katta bo'lsa, reskaliga pixlari chiqib, xo'roz bo'lishni boshlaydi-da. Xo'rozchi. Chichqoqligi esda yo'q. Keyin, конечно, hozirgacha o'g'lim, agar xotiningni olib turaman o'g'lim deyman. Ba'zi paytda. Lekin sal yoshi katta bo'lib qoldi, o'sha sekin oilasini boqyapti. Mana Sevimli kanalda rejissor taqdirlarni olyapti, pul topadi, puldan berib turing. Endi pulim bo'lsa ham so'rayman, deydi. Qancha edi deydi. Menimcha 500 so'm unaqa yo'q deydi. 200 deyman. Beradi aytgan. Yo'q, so'rash kerak deb o'ylayman. Farzanddan pul so'rash kerak deb o'ylayman. Nimaga desangiz, Yaponiyaga aytdim-ku, intervyuga borganimda, shu yosh o'zbek oilasi bilan intervyu qilganman. Yapon farzandlari, mana yaponlar, biz o'zbeklar bolajon xalqimiz deymiz-ku. Balkim endi bu juda ham bir baxtli mavzu. Yaponlar farzandiga qaraganchalik balkim biz qara olmasmiz. Juda ham mehribon. Ya'ni yapon ota-onasi farzandiga juda mehribon. Lekin farzandlar ota-onaga umuman mehribon emas-da. Endi o'sha intervyuda batafsil hammasi nima aytilgan. Men keyin sababini so'radim-da, nimaga ota-ona shu qadar mehribon bo'lsa-ki, nima uchun yapon farzandlar ota-onasiga hatto o'lsa bormas ekan, 3 kunlab kerak bo'lsa uyda o'lganini qo'shnilari bilar ekan. Shu qadar xabar olib qo'yim. Intervyuda hammasi aytilgan. Endi ular ko'rib, o'sha yoqda 10 yillab yashab, tajribasidan kelib chiqib gapiryapti. Keyin ular bitta gap aytdi. Mana bizlar, ya'ni o'zbek ota-onalari qanaqadir mas'uliyat yuklab farzandlarni tarbiya qilamiz. Misol, xudo xolasa farzandim ertaga sen meni hajlarga, umralarga yuborasan, menga undoq qilasan, menga bunoq qilasan deb sekin-sekin hamma o'zbek oilasida baribir o'zini orzu umidlari, yetisha olmagan narsalarni sekin-sekin aytadi-ku, shular bilan ulg'ayadi-da. Men o'ylaymanki, bu shu to'g'riroq, ya'niki ularni analizi, ularni tahlili to'g'riroq deb o'ylayman. Ya'niki bitta mas'uliyat yuklab qo'yish. Qaysidir endi o'ziga yarasha, kichkina bo'lsin, katta bo'lsin. Shunaqa mas'uliyat yuklab qo'yish kerak va farzanddan pul olish kerak menimcha. Ota-onani o'ylab katta bo'lish kerak. Shuncha o'zbek ota-onasi farzandi uchun kerak bo'lsa jonini beradi. Bitta gap bor-ku, har qanday farzandni rivojlanishini otadan boshqa, otadan bo'lak inson otachalik xohlamaydi degan. Haqiqatan shunday. Ha, o'sha Qoraqamishni bolalari o'shalar bilan birga o'sdi, o'sha sinfdoshlari buni suhrob deb hurmatini qilishardi. O'zicha shustri o'zidan ketib qoldimi 9-10 sinfda sen onangga unaqa baqirmagin dedim. Onasiga nimadir menga qila olmaydi. 2 ayirib tashlayman-ku. Nima onasiga to'ng'illaganida, onangga baqirmadim. Seni boshiga furunkul chiqqanda katta yara yoshligida onasi boshini qorniga yotqizib, yuzini nima qiladi? Ashta qilib uqlardi bechora bor. Onasi ona ekandir. Ashtaqa qilgan, sen onang ashtaqa qilib nima qilgan? Men teskari qarab yotardim. Sen yaxshi ham shunaqa qilgan ekanlar. Bo'lmasa o'lib qolar ekanman deydi, teskari qarab ketib olgan. Shunday o'zimga burdimda tars deb bitta qo'ydim. Sen so'kib tashladim. Keyin yana urmoqchi edim. Yana xotinim qo'lida nima qilib oldi. Yo, shundan keyin sal urib turish kerak-da bolalarni, bor. Urmasangiz o'zidan ketadi bu chichqoqlar, rostdan. O'zidan ketib qoladi. O'zi katta bo'lib qo'ygan-da, o'zi tug'ilgan shunaqa. Chunki yoshda kimdandir o'sha sinfdoshdan o'rganadim yo televizordan o'rgan bilmayman. Hozirgi yoshlar meni voy bilan salom bermaydi. Qishloqqa borsam, bolalar masalan men o'ylayman, ular o'sha bizni ham qishlog'imizni boshqa joylarda gapirib yuradi, uni bilaman. Lekin borsam mana shunday qarab turadi,
yosh bolalar yaxshi. Sal katta bo'lgandan keyin o'zi ular ham piq chiqib qoladi-da. O'sha o'tib ketadi, qarab turib o'tib ketadi. Hamma narsani xo'rozdan olasizda, Keyin ichimda keyin so'kamanda keyin. Ustimda so'kamasa xafa bo'lib qolmadim. O'sha bolalarni bilmadim. Yaxshi nima qilish kerak? Salom beradi. Bari yosh kattalar tarbiya berish kerak. Jahlim chiqadi mani, masalan, salom bermasa, chunki men salom berganman. Hozirgacha salom beraman kerak bo'lsa. Shunday. Bolalarni erkalatib olishgan. Zo'r mani bolalarimdan, mani ayolimdan qishloqda zo'r kiyinishadi. Kiyimlari dahshat, hayron qolaman. To'g'ri. Lekin rost shunchalik kiyimlar, shunchalik nima qilyaptimi? Tarbiyani ham chiroyli bo'lish kerak-da. Men har doim qishlog'imni qalpoqdek aqcha qilib qishlog'imning nomini aytaman. Men burchim deb bilaman. O'sha yerda tug'ilganman, o'sha yerda kindik qonim to'kilgan va meni tarixim maktabni bitirguncha o'sha yerda bo'lgan. Men voz kecha olmayman. Lekin borsam meni bunday qilib turib salom bermasa, jahlim chiqadi. Shunaqa. Xo'p, sizni o'zgartirgan xato. Qanday xatolaringiz sizni o'zgartirgan yoki xatolaringiz? Bilmayman. Bu boshqa savollarga qiynalaman turibsiz. Bular kitobiy savollarda menga jon gapiring deydi. Qaysini aytadi? Ashunaqalardan. Qalpoqning eng qimmatga tushgan soni. Qalpoqning eng qimmatga tushgan soni tilim uchida turibdi. Eng qimmatga tushgani echki mototsikl minganda. Qarang, hayvonlar bilan bog'liq ko'p narsalar. Tog'dagilar shunaqangi pulga o'rganib qolishgan ekan, darvozani ichkariga kirmadingiz, darvozani tagida bundaqa o'shanga ham pul so'rashyapti-da. Endi mototsikllarni qo'yavering. Keyin mototsiklga echkini oyog'ini boylab qo'ygandik, kaskani kiydirib qo'yganmiz. Haligi ushlab olishimiz kerak edi pastdan. Keyin egasi mototsiklda egasi o'sha yerda mototsiklda men minganman-ku, echki turibdi-da, bitta tomoni uzilib ketdi, rol burilib ketganida shunday ushlayman deganda yiqilib tushdi, oyog'ini bosib sindi. Unga o'sha egasini, unga deta bir qancha yaxshigina pul ketdi-da. Juda qimmatga tushdi. O'zi men bitta qo'yni so'yib, yo'qqa polni nima olib chiqqanman. Qo'ydan qimmatga tushdimi? Ayoqsi. Qo'y hech narsa bo'lmay qoldi. Ular ham nima juda katta gapirishaverar ekan tog'liklar. O'rganib qolishganlarni soqqa olaverib. Shunaqa. Erkakni nima buzadi? Erkakni menimcha ayol. Ayolni nima buzadi? Ayolni erkak. Oilani nima buzadi? Oilani menimcha ichkilik. Siz buzilmasligingiz uchun nima qilgansiz? Kam ichganman. Yo, men o'zi 200 grammdan oshiq aroq icholmaganman, to'g'ri, aroq harom deyilgan, endi haqiqat nima qilaman, o'zi yomon shahar gapirib. kasalligida men uchun mumkin bo'lmasa ham kerak. Mumkin-da. Mumkinmi? Faqat kam. Men 200 grammdan oshiq icholmaganman. Hozir. Hozir. Bo'ldi. Qolmadi o'zi, ha? 200 grammdan oshiq men hech qachon ichmaganman. Undan yog'ni ham ko'tara olmayman, lekin davralarda baribir olib turaman. Yaxshi ovqat bo'lsa va tekin bo'lsa. Xo'p, pul bilan bog'liq savollar. Qaysi biri sizga ma'qul bo'lsa javob berasiz, bo'lmasa javob bermasangiz ham bo'laveradi. Pulni qayerda saqlagan yaxshi? Endi qiziqarli savollar bular. Pulni qayerda saqlagan yaxshi? Pulni masalan men xotinimga beraman. O'shanda ham 3 dan 2sini beraman. Biri o'zimga qoladi. Mana ulfatlarim ko'p. Bu menga berib turmasa bermaydi-da, bilaman. O'sha uchun aldayman. Pul tilini qayerda yaxshiroq o'rgatadi? Uni bilmayman. Hayotingizdagi eng qimmat darsni narxi qancha bo'lgan? Qayergadir kattaroq pul ishlatib qo'ygan, bankrot bo'lib qolgan holatingiz? Xo'roz o'yinida bo'lgan. $2,500 yutqizib qo'yganman. Ikkinchi xo'roz o'ynagan 3 ta harb bo'lsin deganman. Bir 3-4 oy 3 ta harb bo'lmay yurdim. Yana boshladim. Katta pul yutqazib qo'yasiz. $2,500 ga 3 xona uy berardi Qoraqamishda. Vau, ancha yillar bor ekan. 3 xona uy berardi. U juda ham katta pul edi.
xotinim zo'rg'a yig'ib yuribmiz. Bir xonali uyda turamiz, 4 xonali uy olamiz deb yig'ib yurgan edik. 5000 qilib olib kelaman, kamida 4900 qilib olib kelaman deb 2,5 mingni olib chiqib ketib, yetkazib qo'ydim. Keyin shu qasamni ichdim. Mana ekanda eng qimmatga tushgan xato ham shu ekanda. Dori javob bera olmadingiz-ku. Hozirgacha xotinim nima qilib xo'rozingiz o'lsin deb yuradi. Ya, haqli qarg'ash ekan, lekin mobodo ko'rib turgan bo'lsalar. Xo'p, pul baxt keltirmaydi deyish uchun odamda qancha pul bo'lishi kerak? Yoki keltiradi yoki keltirmaydi deya olish uchun. Puli yo'qlar shunaqa deb nima qilishgan. Atak puli hammani, o'sha aytgan odamni ham puli ko'p bo'lishini xohlaydi. Bilmadim, men kamida menda hozirgi nimaga qaraganda 1,5 million pulim bo'lsa, men shu umrim oxirigacha sekin-sekin ishlatardim. Eng katta qarzingiz qancha bo'lgan? Siz olgan qarzingiz qancha bo'lgan? $7,000. 7000 dollar. Siz eng katta bergan qarzingiz qancha bo'lgan? Odamlarga, kimgadir? O'tmishda bo'lgan bo'lsa. Yedita bir 8,000 9,000 atrofida berganman. U dollarga moslab berganman, lekin men uni hayvon, ot bilan nima qilganmiz? Shunda berganman. Shu 1 yil ichida bergan. Men hech qachon qarz berish u savobda. Xotinimga ham ko'p aytaman. Kimdir qo'shnimi, boshqami pul so'rab chiqdimi? Ber. Puli bormi? Ber. Baribir shu uyingda turadi. Qaytaradi. Qaytarmasa ham savob senga keladi. O'sha pulni qaytarguncha ham savob yozilaveradi-da. Qarz berish juda ham qaniydi hamma bir-biriga qarz berib tursa, qarz berishga loyiq qilganiga shukr qilish kerak va qarz berish kerak. Men где-то bir 8,000 yo 9,000 dollarga nima qilib qarz berganman. Uni 2 yildan keyin berdi. O'sha dollar hisobiga berdi. Hech qanaqa prosentsiz bo'lmadi. Xo'p, siz qarz berib ololmagan eng katta pulingiz qancha? Kechib o'rganingiz endi. Yaqinda bittasi $1000 nima qildim. Men bo'lganda bermasdim. Jiyanim berib qo'yibdi. Tog'angiz deb qayerliligini ham aytmayman. Ko'pi bitta joydan bo'ladi o'zi. To'g'risida. Tushundim. Yaxshi emas. Eng xato xaridingiz qanaqa bo'lgan hayotingiz mobaynida? Xarid, sotib olgan narsangiz. Shu kerak emas narsa bo'lgan, lekin siz olgansiz. Unaqa narsa ko'p bo'lgan o'zi menda hayotimda. 2 marta pul yo'qotganman. Bittasi $50, ikkinchisida $150. Unaqa katta, lekin esdan chiqmaydi. Da, nima kerak emas narsani sotib olishlarim juda ham ko'p bo'lgan. Meni juda ham lo'q qilishgan, juda ham ko'p aldashgan meni. Men rosa aldanishga moyil odamman, ishonavering. Men o'zimni shu stri tutganim bilan meni ko'p aldashadi. Shunaqa, bilamiz, to'g'ri. Bor. O'zana qorin to'yganda, hozir biz endi bu o'rtada bitta ovqatlar keldik-da, avis qilib keldik. Qorin to'ygandan keyin mana o'zi intervyuda shunaqa bo'ladi. Syomka yoqmay qoladi-da. Sizlar syomkada qanaqa bo'ladi? Yo'q, endi u syujetligi o'sha yoqmay qoladi. Yoqmay qoladi. Bu nima intervyular yaxshi. Va valdirayveraman. Syomkada qanaqadir nima bo'lib qoladi. Tushunarli. Shu jarayon baribir uzilib qolganini bilinadi-da, uzilgani, bitta nafasda bo'lmaganligidan. Xo'p, sohangizda nimani o'zgartirganingiz yoki boshqacharoq qilganingiz uchun ajralib chiqa olganman deb o'ylaysiz? Menimcha ssenariyga nima bog'liq. Chunki bir Ahad Qayum aytganida, bir ko'rsatuvimizda chaqirganimizda paloncha sum olsangiz kerak, deydi. Unaqa pul olmayman. Desam, ha, oyiga 5-6 ta ko'rsatuv qilasizlar, yo 7-8 ta ko'rsatuv qilasizlar, deydi. Muxtar aka bor edi. Yo'q, bitta ko'rsatuv qilamiz xolos. Desam, unda to'g'ri deganida, u saviya tushib ketadi. Agar siz bir oyda hech bo'lmasa 3 ta ko'rsatuv qiling, saviya tushib ketadi, odamlar ko'rmay qo'yadi. Bir oyda bitta sog'intirib aytdim hali o'sha shunaqa. Ikkita ham yaxshi bo'ladi, to'g'rimi? Agar voqea bo'lsa, voqea bo'lsa. Voqea bo'lsa bo'ldi, ssenariy tayyor. Sen o'zi ssenariy yozishga as bo'lib ketganman, to'g'risida. Voqea topilsa bo'ldi, kichkinagina bo'lsa ham. Tushunarli. Xo'p, aynan aktyorskiy taraflamachi.
nimani o'zgartirganingiz uchun baribir siz misol faqatgina ssenariy muallifi, g'oya muallifi emas, aktyorligingiz ham alohida o'rinda turadi-ku. Qanday kimlarki qilolmagan yo'lni, yo'nalishni aktyorlikda qilgansizki, endi o'zingizcha ko'p o'ylagansiz baribir bu borada. Odamlarni esla qolyapsiz yoki borligingizni bildirgansiz? Biz faqat bitta narsani bilaman. Yuragidan o'ynash kerak. Men shu gapni ko'p gapiraman. Siz yuragidan o'ynasangizgina sizga ko'zingizga beradi. Ko'zingizni kamera olib turibdi. U rost gapiryapsizmi, yolg'onmi? Oddiy tomoshabin, oddiy suvchi bo'ladimi, u boshqa bilib oladi. Siraz bilib oladi. Yolg'onda kim o'ynayapti deydi. Shuning uchun ham men aktyorlarni hammasi emas, masalan, yangi kelganlari baribir ming majburlar urgan taqdiringiz ham unaqa qilib bera olmaydi. Uni o'sha men professional aktyorni yoniga qo'shaman albatta. Ba'zi birda qo'shilmay qolgan joylari xunuk chiqib qoladi, uni ham bilaman. Hamma ko'rsatuvlarimiz ham zo'r chiqmaydi. Shedevr chiqadigan ko'rsatuvlarimiz ham bor. Masalan, ko'pchilik aytadi, eski ko'rsatuvlaringiz yaxshi edi deydi. O'sha eski ko'rsatuvlarning ichida mana ular bilan oldingi qalpoqdagilar bilan ketganlardan keyin tomosha qilishni boshlaganlar ham tiqilib yotibdi. Komment bo'yicha men 10 yildan beri ko'raman, 15 yildan beri ko'raman deydiganlar bor. O'sha paytda ko'rib qolgan ko'rsatuvlarni eslab aytishadi. Eski ko'rsatuvlar deganda o'shalar ham qadim zamondagina emas. Tushundim. Sohib opani o'zini kelganlariga ham 10 yildan oshibdi. Da, shunaqa. Katta muddatda. Bu o'sha 13-yildan boshlab o'zi biz ularsiz ko'rsatuv qilishni boshlaganmiz. Yangi tarkib bilan. Voqealar zo'r. Ular yo'q xolos. Ular yo'q xolos. O'sha men bu gapni aytgan edim. O'sha bitta Shumbola kinosida Shumbola u sindirib qo'ymagan. Hammasi sindirib qo'ygan. Hammasi yorib yuborgan kinoni. Ansambl chiroyli bo'lgan. Shuning uchun ham kino zo'r chiqqan. Xuddi shunaqa qalpoq. Har bir aktyor haqiqatan Shumbolada har bitta aktyorga haykal qo'yadigan darajada zo'r o'ynagan. Xuddi shunaqa. Masalan, Shumbolaning rolini ana bo'yuzun omon o'ynash kerak bo'lgan ekan. Oriqqina bola o'sha keyin o'sha Abdurahim aka rahmatli o'sha yerda yurarkan, riqsapa aytib bergandi. O'sha yerda yurarkan, u yoqdan bu yoqqa nima qildi, shu stri bolaga va taqdir nasib o'shanga bo'lib ketgan ekan rol. Shumbolaning o'rnida o'sha Abdurahim akaning o'rnida boshqa bola bo'lganda ham kino xuddi shunaqa chiqqan bo'lardi. Chunki ansamblning o'zi chiroyli edi. Kuchli tarkib bo'lgan. Da. Hayotingizdagi eng muhim ismlar. Eng muhim ismlar. Yoki sinonim tariqasida aytsa bo'ladi, insonlar. Albatta Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Muhammad ismi birinchi o'rinda. Masalan, meni ko'pchilik meni qishlog'imda yosh bolasigacha ham Rahmon deb o'rgatishadi. Rahmon deydi, lekin Rahmon jahlim chiqadi. Unaqa emas ismim. Men Xudo emasman. Men Abdurahmonman yoki Rahmon Ali. Va pasportim bo'yicha Rahmon Ali, Abdurahmon bo'lishi kerak, uni ham bilaman. Lekin Rahmon Ali ham yomon ism emas. Musulmoncha ism. Mana shunaqa, lekin qaniydi, endi bizni Muhammad qo'ygan taqdirda ham bizda Maham deb chaqirishardi, yo'q astag'firullah o'zgartirib tashlashadi-yu. Shunaqa, endi chiroyli qilib chaqirish kerak. Eng chiroyli ism Muhammad. Qalpoqni birinchi boshlagan paytingizda necha pul bilan boshlagansiz? Biz Orifjon ikkalamiz boshlagan edik. 2 kishi edik xolos. Shuning uchun bu pulimiz yo'q edi pashti. Pul bor deb hisoblaymiz, chunki syomkaga biz Trelebuzda borganmiz, Chilonzorga. Trelebuzda borganmiz va syomkani qilib, syomishni guruhga ketgan. U paytda syomishni guruhga borardi-yu, televideniyaning mashinasida. Ketgan abitini qilib berganmiz. Abiti ham studentchasi gap bo'lgan. Student emas edi, lekin studentlar ham bizdan yaxshi edi. Shunaqa bo'lgan, shu arzimagan pul bilan boshlaganmiz. Faqat yaxshi g'oyalar, yaxshi ssenariy bilan boshlagan xolos. Shunaqa. O'shanda ham 2 kishi bilan 5 kishini o'rni katta juda ham. 5 kishi bo'lsa chiroyliroq chiqadi, undan ko'p bo'lsa shunaqa. Endi guruhga bo'lib shakllanganimiz
7 kishi bo'lganmiz gruppada va juda ham chiroyli ansambl edi. Va o'zlari ketib qolishdi. Hech kim ularni ketkizgani yo'q. Mana ko'rsatuv qilishdi. Ko'rsatuv qilish qiyinligini o'zlari ham bilishdi. Qiyin. Albatta, albatta. Umuman bir zamonlar orzu qilgan hayot yoki ijod yo'lingizni hozir qayerdasiz? O'rtasida bo'lsam kerak. Yana ko'p yashashni xohlayman. Ba'zi birda yuragim og'rib qolsa qo'rqaman. Qaysidir joyda o'lib qolishdan qo'rqaman desam, kimdir kulib, o'lishdan qo'rqar ekan, kabut o'zi qo'rqmaydi-da. Bu qo'rqinchli emas, har kim boshida bor o'lim, uni ham bilamiz-da. Lekin haliga bir yashagisi kelar ekanda. Yuragim har kuni majburman nima ichishga, dori ichishga, 3 ta dori ichaman. Qonni suyultiradigan, keyin yuragini sekin urdiradigan, keyin unaqa ish qilib ichaman va o'sha ichganim endi ertaga yasharkanman, xudo xolasa deb o'zim ko'niktirganim bo'lsa kerak-da. Tushunarli. O'zi eng oliy maqsadingiz nimada bu hayotda? Eng oliy maqsadim bitta kino qilishda, zo'r kino qilish. Unga yeta olamanmi, yo'qmi bilmayman. Uning uchun o'zimda kamera bo'lishi kerak. Kino kamera va obyektivi uzun, uzoqdagi narsani ates qiladigan nima kerak va zo'r kino qilsam odamlar kino qilishda qanaqa kino qilishda men haligi yaxshi rejissyorlarimiz ham bor. Lekin bo'lmaydiganlar ham ko'p. Kino deb badiiy film deb qo'yishadi. Yo'q. O'zbek film qilardi. Men xohlagan badiiy filmlarni. Ularni ham mablag'i jam unchalik yetarli bo'lmasa kerak, men nimamdagi yetkazib berisha olmas edi. Lekin shunaqa maqsad, birdan bir maqsadim shu kino qilish. Endi bu hali unga ssenariy ham yo'q, hali boshqa ham, lekin shu so'raganingiz uchun orzuda, qalbdagi eng yuksak orzulardan biri. Tushunarli. Nimaga o'zbek kulgu ustalari, yumor ustalari orasida dollarda millioneri yo'q yoki bormi? Kulgu ustalarida. Kulgu janrida faoliyat yuritadigan komik aktyor, so'z ustalari umumiy Millionerlari yo'q. Yo'q. Chunki bilmadim, agar ular Amerikada bo'lganda yo Rossiyada yoki boshqa davlatda bo'lganda, rivojlangan haligi davlatda bo'lganda balki bo'lishi mumkin edi. Bizda talantli aktyorlarimiz, qiziqchilarimiz ko'p. Ko'p, prosta dunyoga chiqa olmayapti xolos. Bizda hali Gollivudda o'ynaydigan aktyorlarimiz bor. Biz oldimizdan oqqan suvni qadri yo'q. Zo'r aktyorlarimiz bor. Qiziqchilarimiz bor. Lekin otinima bilmadim, tuzum shunaqami yoki haligi bizda haligi qiziqchilikka masxaravoz deb qaraydimi bilmayman xalqimiz. O'zi aktyorlarda hammasi masxaravoz bunday olib qaraganda. Bundan aktyorlar xafa bo'lmaslik kerak, chunki aktyorlik boshlari shu podshohlarning yonida o'sha masxaravozi bo'lgan. Kamchiliklarni aytib, kuldiradigan, nimasini kayfiyatini ko'taradigan masxaravozi bo'lgan. U masxaraboz deganda odamlar haligi masxaraboz deb past nazar bilan qaraydi. Aslida masxaraboz degan aktyor u. O'sha birinchi aktyor masxaraboz bo'ladi. Agar o'sha rol o'ynayotganlarga o'sha katta aktyorlar, ustoz aktyorlarimizga burun qo'yib, betini qizilga bo'yab qo'ying, masxaraboz. Yo'q, oddiy odamlarga ham shunaqa qiladi, ham masxaraboz. Da, masxaraboz. Endi o'sha masxarabozlikni eplash kerak-da. Albatta, professionali bor-da uni ham. Da. Siz professional masxarabozsiz-ku o'zi. Shunaqa. O'sha paytda nimalar rolni o'ynagansiz? Shunga to'xtalmagan ekanman hech. Men sochimni kal qilib oldirardim-da. Har doim o'zim olardim va har kuni olardim. O'sib qolaverardi. Keyin Mehmetim qora grim bo'lardi. Soqol, mo'ylov, burun bo'lardi. Ko'zimni tagi nima? Bo'ldi, shu bilan kal bo'lib chiqib, qornim katta, qorin o'shandan kirib kelgan. Qorin ochiq qorin, kindigi bor, nimalar, tuklar. Keyin uni ustidan chopon kiyardim-da, chopon Mehmetgacha. Mehmetda belbog' bo'lardi. Qorin
ko'rinib turardi. Shunaqangi chiroyli kostyum bo'lardi, chet ellarda rosa rasmga tushardi men bilan. Topilgan. Bu qorinni haligi o'zbek tuyuzida bitta nima nemis rassom ayoli bor. Nemismi, yevreymi bilmayman. O'sha qilib bergan. Qorin o'sha yerdan kirib kelgan. O'ylangan ekanda oldindan strategik harakat ekanda. Zo'r. Shunaqa bo'lgan. U qorin sirkdan, masxarabozlikdan kirib kelgan. Mani xotinimni o'ynaydigan opamiz ham mendan 20 yosh katta bo'lgani uchun o'sha qorin, o'sha mo'ylov tushgan. Ko'zingizni katta qilmasangiz ham bo'lmaydi. Uni oldida yosharib qolasiz opani oldida. Keyin yana bitta umuman xalqimiz orasida bir nima deydi, rasm odat bor. Sochini qancha ko'p kalga oldirsang, to'kilmaydi degan gap yuradi. Lekin bu ham hozir sizni misolingizda yolg'on gapligingiz isbotlandi-da. Ya'ni siz ham ko'p, siz ham ko'p oldirgansiz, bari to'kilgan-ku, to'g'rimi? O'sha men oldiraman, ozgina o'sib qoladi. Endi oq-varoqqa yozyapman, ba'zi boshim qissam, qilsam, o'sha kichkina to'kiladi. O'sha holatda, kichkina holatda. U noto'g'ri narsa ekan. Shuning uchun hadeb kalga oldirish shart emas. Men ham juda ko'p qilganman-da, lekin bari to'kilib ketgan. O'zim misolni bilardim, balkim menga aloqasi yo'q bu narsani derdim. Mana bular ham hozir jonli misol bo'lyaptilar. Tog'a kattakon rahmat. Joningiz omon bo'lsin, umringiz uzun bo'lsin. Xudo xolasa shu Amerika Warner Brothers 28 ta davlat orasida yorib o'tishingizga ishonamiz va shu jarayonda ham xudo xolasa nasib bo'lsa mana borasiz, samolyotdan tushasiz, kelib o'sha muvaffaqiyat. Biza karnay surnay bilan kutib olamiz, xudo xolasa. Inshaalloh. Xudo xolasa. Salomat bo'ling. Bemalol muxlislaringizga tilaklar, niyatlar baribir yangi yil arafalarida chiqadi bu intervyu. Tilaklaringiz, niyatlaringiz bo'lsa yo'llab qo'ysangiz bo'ladi. Barchalarni shu kirib kelayotgan yangi yil bilan tabriklayman. Bu yilda erisha olmaganinglarga erishinglar. Keyin ko'pchilik men maslahat berardim, san'atkor bolasi bitta she'r aytib bersam, "Voy, san'atkor bo'ladi, shekilli, artist bo'ladi, shekilli." Yo'q. Artist bo'lmasin. Artistning nonini yeyish qiyin. Men to'g'risini aytaman, qarindoshlarim menga havas qilib artist bo'laman deydi, yo'q deyman va hech qaysiga ruxsat bermaganman. O'g'il bolalar bo'lsa boshqa gapda, ayniqsa qizlarga. San'atning nonini yeyish rostdan ham qiyin. Bu kitobiy gap emas. Bitta kursda 30 ta odam o'qigan bo'lsak, shundan 2 ta yo 3 ta, liboy kursda 3 ta odam san'atda qoladi xolos. Hammasi ketadi. Qatga ketadi bilmaysiz, boshqa kasbga-da. O'shaning uchun nonini yeyish qiyin. San'atkor bo'lmang. Siz yaxshi o'qiysizmi? Demak, o'qituvchi bo'ling yoki boshqa kasb. San'atning nonini yeyish qiyin rostdan ham. Televizorga chiqqaniga havas qilmang. U televizorga chiqishlarning tagida qancha mehnatlar, nimalar yotibdi, ko'z yoshlari yotibdi va yana bir bor hammangizga tinchlik, xotirjamlik tilayman. Oilangizga chiroyli to'ylar qilishga, to'ylaringiz tugagan farzandlaringizni to'ylar qilib bo'lgan bo'lsangiz ham yana to'ylar qilaverishga Alloh qodir qilsin. Sog' bo'ling. Rahmat, salomat bo'ling. Rahmat.